Amerikaning Xitoy siyosatida o'tkazgan strategik xatolig'i. Avtori Mavlon Yasin. Amerikada yashaydigan yaponlik yozuvchi va siyosiy iqtisodishunos Fransis Fukuyam 1992-yili bir kitob nashr qilib, tarixning oxirgi xulosasi degan uqumni o'ttirg'a qo'ydi. 1980-yilning oxirida Sovet İttifaqı va Sharqiy Yevropa vaziyati davolg'ib, yillarcha bosirilib kelgan yo'shirin iqillar ko'tarilib, hammaga xavf ostida qilib, ijtimoiy g'oyat zo'r o'zgarish va demokratik o'zgarishning g'arbisida ijtimoiy inqiloblar yuz beradigan holat shakllandi. Mushu ijtimoiy orq ko'rinishlarda Fransis Fukuyamning Tarixning oxirgi xulosasi degan kitobi nashr qilindi. Darvaqa tarixning oxirgi xulosasi o'ttirg'a qo'yilib uzun o'tmay 1991-yili 12-oyning 5-ida dunyoni zilzilga soladigan tinch o'zgarish yuz berib, Sovet ittifoqi parchalanib ketdi va Sharqiy Yevropada jiddiy va keskin o'zgarishlar orqa-orqadan yuz berdi. Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropadagi davlatlarning sotsialistik hokimiyati bas-basda gumron bo'ldi. Onun o'rniga erkin demokratiya tuzumi va erkin bozor egiligi tiklandi. Shuning bilan yarim asrga yaqin davomlashgan sovuq urush davri va ikki qutb vaziyati oxirlashdi va dunyo andisida g'oyat zo'r o'zgarish bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda demokratiya to'lqini Janubiy Amerika qit'asi, Afrika, Osiyo hamda Arab dunyosidagi nurg'un davlatlarga ta'sir ko'rsatdi. Demokratik hokimiyat tuzilmasi buning ichidagi bir qism davlatlarda o'rnatildi. G'arb bozor egiligi va demokratik tuzumi davr vaziyati va insoniyatning ijtimoiy taraqqiyotining asosiy iqimiga aylangandek qiladi. G'arb dunyosi sovuq urushning g'albisini va g'arb erkinlik demokratiyasining g'albisini tantana qildi. Nurg'unlagan g'arb siyosiyon va iqtidorli kishilarda shundoq ko'z qarash umumlashgan. Erkin demokratiya o'zi bilan raqobatlashgan har xil ideologiyalar ustidan g'alaba qozondi. Eng oxirgi va shundoqla birdan-bir yenguvchi bo'ldi. Lekin demokratiya insoniyat jamiyatidagi eng afzal siyosiy tuzum, hozirgi zamon jamiyati e'tirof qiladigan qonunli tuzum, kishilarmi uningga o'xshamaydigan ham afzal tuzumni loyilab chiqolmaydi. G'arb madaniyati va uning qimmati muqarrar holda dunyoni talto'kis birlik akiladi. Insonlar tarixi cho'qim g'arbcha erkinlik demokratiya tuzumiga xotima berdi. G'alba tantanasiga g'arq bo'lgan Amerika Xitoyning g'oyat zo'r o'zgarishlarni planlayotganligiga, g'arb taraqqiyotiga butun kuchi bilan qo'g'lashayotganligiga va kuchlik bosh ko'tarayotganligiga e'tiborsiz qaradi. Amerika va g'arb tarixining oxirgi xulosasi degan tushunchaning yetakchiligida tuzib chiqqan Xitoy siyosatida tub va o'zaro munosabatlik cho'ng strategik xatolik o'tkazdi. Bugungi dunyodagi krizis manbasi Moskvada emas, asosligi Beyjingda ekanligini tonib yetamadi. Birinchi, Amerika va G'arbning siyosiy yo'llari va sarxillari tarixining oxirgi xulosasi degan nazariyaga cho'nqur ishinib, bu nazariyasining xatoligini his qilolmadi. Ular Xitoy bo'lsa tez zamonaviylashayotgan davlat deb aniqlamadi. Onun demokratiyalashishiga va erkin bozor egilik yo'lida mangdiganligiga hukm chiqadi va kesib etdi. Sovet ittifoqining bayram bo'lishi bilan cho'ng davlatlar o'ttirisidagi to'qinish hamda o'tmishning mahsulotiga aylandi deb qarab keldi. Bu xil ko'ranglab xudini bilinmaslik Amerika va G'arb tadbir belgilagichilarini Xitoydan keladigan tahdidga sal qaraydigan yoki tuvan mo'ljallaydigan qilib qo'ydi. Ta Donald Trump prezident bo'lguncha Xitoyga sal qarash Amerika siyosiy sahnasida asosiy iqim bo'lib keldi. Ikkinchi, Amerika va G'arb Xitoydan keladigan savdo manfaatga ko'z tikdi. Amerika va G'arbdagi mablag' sog'uvchilar zo'r ijtihod bilan Xitoy bilan hamkorlashishdan keladigan iqtisodiy foydani qo'g'lashdi.
Bu Xitoyning G'arbning iqtisodiy ekologik sistemasiga va dunyo savdo tashkilotiga kirishiga hamda bu turtkilik kuch orqali ko'zga ko'rinarlik yuksalishga asos soldi. Bu mablag' sog'uvchilarning Amerika va G'arbdagi asosliq faoliyatlariga va siyosatning eng yuqori qatlamiga bo'lgan ta'siri shunchalik cho'ng bo'ldiki, Amerika va G'arb tadbir belgilaguvchilarining Xitoy taraqqiyotiga aks etish iqtidori qetib qoldi. Iqtisodni yer sharlashtirish orqali Xitoyni o'zgartimiz degan ong Amerika va G'arbda bir cho'ng iqimga aylandi. Shuning bilan Amerika va G'arbda Xitoy bilan berib kelish aloqa iqim borliqqa keldi. Bu iqimdikilar hatto shundoq deb kesib etdi. Xitoy bilan yaqindan bordi keldi qilish va moslashish Xitoyni boy va demokratik davlatga aylantirdi. Hamda Xitoy xalqaro tartibdagi mas'uliyatdan yetakchiga aylanadi. Bu ideyaning yetakchiligida Amerika o'zini yo'qotishga qasam qilgan ashaddiy dushmani Xitoyni rozilik va qizg'inlik bilan o'qitdi, tarbiyaladi, yetishtirdi, hatto qurollantirdi. Savdo manfaati va mablag' sog'uvchilarning ta'sirida lobbichilikda Amerika va G'arb davlatlaridagi bexatarlik oqillar ombirining Xitoy tahdidiga bo'lgan ko'z qarashlarini mo'ljallayamidi va diqqati chechilib ketdi. Xitoy bilan berish kelish aloqa iqimiga qo'shilib ketdi. Bu Xitoyning tahdidini kuchaytirdi va G'arbning ustunligini ojizlashtirdi. 3. Deng Xiaoping ustalik bilan Amerika va G'arbdagi siyosiy va iqtidorliklarga qartilgan qalt siyosiy strategiyasini o'tirg'a qo'ygan. Bu strategiya bo'yicha Amerika va G'arbning Xitoyga bo'lgan ko'z qarashini markazlik va aktiv shakllantirib, shuning bilan bir vaqtda Xitoy bozorining uzluksiz kengayish va o'sishidan foydalanib, Amerika va G'arbdagi siyosiy va iqtidorliklarning barliq harakatlariga ta'sir yetkazgan. Shuningdan boshlab Xitoyning barliq rahbarlari maqsad va g'arazlarini yoshirib, o'zlarining kengayishini faqatla iqtisodiy kengayish, bu kengayish Xitoyning strategiyasi va manfaati uchun emas, barliq kishilarning manfaati uchun deb bozorga selib keldi va G'arbmi buni qabul qildi. Amerika va G'arbning Xitoyga bo'lgan nodonligi va iqtidorsizligi natijasida Xitoy bosh ko'tarib qolmay, hozir Xitoyning yer shardagi harakati, bo'libmi Sharqi dengiz, Janubiy dengiz, Tayvan hamda Iran va Rossiyadagi vakolatchilari orqali amaliy kuchidan foydalanib, Amerika va G'arbning davlat bexatarligiga ziyon yetkazib Amerikaning harbiy rahbarlik qatlami Xitoyning bu aldam xaltasiga tushib ketgan. Xitoyning bir qudratli harbiy kuchga ega davlat bo'lishi sifati bilan bosh ko'tarishiga yaxshi tayyorlik qilmagan. Konkret qilib aytganda, Amerika dengiz armiyasining rahbarlik qatlami dengiz okean sohasidagi Xitoyning buyuk strategiyasi va dengiz armiyasini zamoniylashtirish tirishchanligi Xitoy dengiz armiya strategiyasining yadrosi ekanligini tonib yetolmadi. Hozir Amerika rahbarlari Amerika dengiz armiyasini qayta qurishni oldingi o'ringa qo'yib, Xitoyning tahdidiga taqobil turishni muhim o'ringa qo'ydi. Amerika hozirga qadar Xitoy strategiyasining mohiyati bo'lsa, Amerikani og'dirmoqchi bo'lgan tajovuzchi ekanligini aniq tushunolmadi. Markaziy axborot idorasi CIA qatorliq Amerikadagi axborot jamiyatining Xitoyni mavjud tahdid deb qaramasligi, Amerikaning davlat bexatarlik tadbir belgilaguvchilarining Xitoydan keladigan tahdidlarni bayqash va harakat qo'llanish iqtidorini ko'rinarli tuvaltibatdi. Obyektiv nuqtadan qaraganda, Xitoyning bugünkidek kuchayishiga va kuchlik bo'lishiga dal Amerika o'zi yordam qilgan. Agar Amerika strategiyachilari yosh avlodlarga Xitoyni qandoq mag'lub qilishni o'rgatmasa, Xitoyning zo'ravonlik siyosati va ideologiyasi xalqaro texnik zo'r kuchayadi.